Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlarga gaza bloklarimiz haqida ma'lumot beraman. Ko'pchilik meni kuzatuvchilar biladi. 2019-yildan beri gaza blok ishlab chiqaramiz. Оборудование eng zo'r оборудованияларga eng zo'r retseptlar bilan chiqaramiz va O'zbekiston bo'yicha biz mana shu gaza bloklarimizni sotamiz. Mijozlarimiz har qaysi nimalardan telefon qiladi, viloyatlardan. Bizlar o'zimiz Samarqandga ishlab chiqaramiz. Lekin O'zbekiston bo'yicha bloklarimiz sifati zo'rligi uchun O'zbekiston bo'yicha bizlarga telefon qilib klientlarimiz zakaz qilishadi va ularga yuboramiz. Bugun navbatdagi mijozimiz Qashqadaryo, Kaspi tumanidan akalarimiz kecha kelgandi. Zakaz berishdi. Mana shu hozir furalariga ikkita fura kelgan. Mana shu furalarga 2300 ta gaza blokdan ortib beramiz, xudo xolasa. Mana shu ko'rib turganingizdek mashinalarni gaplashdik. Har bitta mashinaga 1350 tadan, ya'ni 20 kilodan hisoblasak agar 23 tonnadan bo'lyapti, 46 tonna bo'ladi. Obshivesi ikkita furaga taqsimladik. Xo'p, furalar 3 milliondan 6 millionga gaplashildi. Yo'l kirasi har bitta fura 1350 tadan 20 ga 30 olmuş. Mana shu bloklarimizdan olishadi. Ko'rib turganingizdek bloklarimiz chiqargan, qurigan. Hozir endi shu akamizga mana shu bloklarni yuklab beramiz. Xo'p, bloklarimizni razmerlari bilan tushuntiraman. Akalar, bizlarga qanaqa razmerlar bor? O'nlik eng maydasi bizlarga o'nlik. Mana bu o'nlik blokimiz mana bu yoqqa chiqarib qo'yilgan. O'ngga 30 olmuş bo'ladi. Tak, o'ngga balandligi 30, uzunasi olmuş. Kubasi 520 ming do'stlar. Bir kubasi 520 ming. Donaga taqsimlaydigan bo'lsak 9500 bir donasi tushadi. Bu perigorodkalar uchun. Kek, undan tashqari. Xo'p, undan tashqari 12 lik razmerimiz bor. 12 ga olmuş, 30 olmuş. Mana bu 12 lik razmerimiz. Bu ham hozir shunaqa kubga bir xil narxi, donaga esa donasi 12 ming tushadi. Keyin 15 lik razmerimiz bor. Mana bu yoqda 15 lik razmerimiz bor. Mana. Bu 15 ga 30 olmuşimiz. Donaga 13500 dan tushadi. Yo'q, 14 mingdan tushar ekan donasi. Keyin bundan keyingi razmerimiz 20 ga 30 olmuşimiz bor. Mana hozir shu akamizga 20 ga 30 olmuşimizdan yuklayapmiz. Buni bir donasi 19 mingdan tushyapti. 19 mingdan. Akalar o'zi dastavkasi alohida bo'ladi. Do'stlar, ko'pchilik dastavkasini bizlardan so'raydi. Mana shu viloyatlarga bizlar mana shu mashinalar gaplashib beramiz. Dastavkani klient o'zlari to'laydi. Mana shu mashinani 6 million akalarimizni o'zi kecha to'lab ketishdi. Men o'zim ikkita mashina chaqirib, mana shu qo'zi yuklab beryapmiz. Yuklab berish bizlardan. Xo'p, donaga 19 ming tushadi. 20 ga 30 olmuşimiz. Xo'p, undan tashqari 25 ligimiz bor. Tak. 25 ga 30'imiz bor. Keyin 30 ga 30 olmuşimiz bor. 25 lik blokimiz. Qayerga ekan u? Ha, mana bu 25 ga 30 ekan, mana bu. 25 ga 30 olmuş. Xo'p, 30 ga 30'imiz hozir bitta akamizga yukladik. O'sha kam qoldi. Mana shu 30 ga 30'imiz 2 palet qolgan ekan o'zi. Bu 30 ga 30 olmuş. Bu donasi 29 mingdan tushadi. Hazlar, ko'rib turganingizdek mana. Bloklar mana shunaqa professionalni avtomat оборудованиеga ishlab chiqariladi. Mana bu qumuz, siryomiz. Keyin do'stlar, bizlar original Huaqtin 450 marka ishlab nima qilamiz? Solamiz ichiga va original pudra, mana shunaqa o'zimizning Rossiyadan keladigan pudralarimiz bor. Original pudralar solinadi. Original kauchuk sodamiz Xitoydan keladi azizlar. Ana ximikatlar mana Xitoydan keladigan. Undan tashqari yana soladigan narsalar bor. Hammasi chet el narsalari. Blokimizning markasi D700 bo'ladi. Mashinasi juda baquvvat. Mana shu ko'rib turganingizdek polni mana shunaqa avtomat оборудованиеga chiqariladi. Hozir sizlarga razmerlari ko'pchilik bizlarga nimalarni aytadi. Aka, bloklaringizning razmeri o'ynamaydimi dedi. Bizlarning reskalarimiz avtomat hisoblanadi do'stlar. Ya'ni mana shu bloklarimizni kesadigan apparatimiz millimetrgacha farq qilmaydi. Hammasi trosga nima qilib qo'ygan, razmerlarni ideal qilib qo'ygan, geometriyalari chutki chiqadi do'stlar. Bir emas, ikkita avtomat reskamiz bor. Mana, hozir ko'rib tursam, ko'rsaman. Mana shu avtomat reskalarimiz razmeri 10 lik, 15 lik, 12 lik, 20, kim qanaqa razmer desa, o'shanga razmerga mana shu troslar qo'yiladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu troslarga ruchnoy emas bular, avtomat. O'zim ko'rsataman. Mana shu narsa pastga tushadi. Mana. Bu kesyapti. Bu kesish jarayoni. Bunday qilsa tepaga, bunday qilsa mana pastga tushadi. Mana shu o'zi pastga tushib ketadi, kesadi va bunday tepaga qilsa tepaga chiqadi.
idealniy geometriyaga bo'ladi. Xullas razmeri umuman o'ynamaydi. Ana hozir qishga o'zi pechkasini ham tayyorlayapmiz. Bizlarni bilasizlar, birinchi zavodimiz boshqa joyga edi. Bu yoqqa hozir kattalashtirib yana bitta zavod yasadik shu oyga. Endi hozir mana shu pechkalarni yasayapmiz. O'sha qishga ham to'xtamaymiz, xudo xolasa. G'ishtlarni, bloklarni zapas qilaveramiz. Mana shu kecha 30lik kesgan bolalar, 30lik razmerimiz. Bu usti optasaladi. Optasalab keyin paddonlarga taxlanadi, azizlar. Pechkalarimizdan polni mana shu usti sandwich panel bo'ladi. Ishlari polni boyagi atapleniya bo'ladi, xudo xolasa. Qishga zo'r pishadi. Ana оборудованиеlarimiz bor shu yoqqa. Xo'p, azizlar, yana bitta narsa, ko'pchilik bizlarga videoni 1 yildan keyin ko'radiganlar bor, 2 yildan keyin ko'radiganlar bor. Chunki buni YouTube'ga qo'ysa agar eski videolarni ko'rishingiz mumkin. Narxlari, masalan, hozirgi bu maslarga aytayotgan narxlar bu 2025-o'sha oktyabr oyidagi narximiz, do'stlar. Serioni qisman qimmat bo'ladi, yozgi o'zi abishni. O'shanaqa hisobiga, masalan, 2026-yil agar ko'rib qolsangiz agar, o'sha vaqtning narxini so'raverasizlar. Bu hozir oktyabr oyi 2025-yil narxlari azizlar. O'shanga narxlar o'zgarishi mumkin. Sement qimmat bo'lsa, nima bo'lsa, shu narxlar o'zgaradi. Xo'p, do'stlar, bloklarga sifatiga javob, moshina bloklar. Любой объем, qancha объем desangiz agar, любой viloyatga yetkazib beraveramiz. Xo'p, bizlarga aloqaga chiqishingiz uchun pastlarga nomerimni qo'yaman. O'sha nomerga telefon qilsangiz agar, nomerlarimizga Telegram, WhatsApplarimiz bor. Uzoq safarda bo'lsangiz agar, ishlayotgan bo'lsangiz, bizlarga zakaz qilsangiz agar, bizlar moshina topib yuboraveramiz. Pulni jo'natsangiz bo'ladi. Farqi yo'q, qayerga bo'lishingizdan qat'iy nazar, Telegram, WhatsAppda aloqaga chiqsangiz, aka, menga gazoblok kerak desangiz agar, bizlar hamma narsani organizatsiya qilamiz, shoferlarni ham ortib berishni ham. Faqat u yoqqa olib boradi shoferlar, tushirib olib, ishlaringizni bitkazaverasizlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, обязательно bitta like-ni bosib qo'yasizlar. Ma'lumotlar, narxlari bilan sizlarga tushuntirdim, qo'ldan kelgancha. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, yangi videolar, mana shunaqa bloklarimiz haqida, albatta ishlarimiz haqida albatta bizning kanalga bo'ladi. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizga rahmat.